ozib ketyapman, o'zim ham ozib ketyapman, ko'kraklarim xunuk bo'lib ketyapti degan ayollarimizga juda ham yaxshi va zo'r tavsiya. 5 mahalliy pitaniyaga o'tinglar. 5 mahalliy pitaniyada ko'krak ham sal et yig'adi va o'zingiz ham ozgina bo'lsa ham semirib chiroylilashasiz. Kim ko'hli babi do'mboq ko'hli degandek mana shunaqa harakatlarni boshlab olasizlar. Birinchi o'rinda sutli mahsulotlarni ko'paytirasizlar. Semirishga ishlayotgan ayollarimizni sutli mahsulotlarni ko'paytirasizlar. Sir ko'proq yeylar. Sirni jирнисidan yeylar. Har kuni ertalabki taomingizda sir, tuxum, sariyog'ga qovurilgan tuxum va 6% sut ichishni reja qilinglar. Kun davomida хотя бы 1 stakandan 6% sut va sizlarga bargi, mayiz ko'proq iste'mol qilishingizni so'ragan bo'lardim. Va yong'oqlar. Yong'oqlar ham juda ham ko'p zo'r yordam beradi. Protein vazifasini o'taydi. Tovuq, yong'oq, tuxum, sir, brinza, sut bular hammasi sizlarga kerak bo'lgan proteinni yetkazib beradi. Bananni yaxshiroq pishganini. Ozmoqchi bo'lgan ayollarimiz bananni ko'kimtirrog'ini yeyishadi. Semirmoqchi bo'lgan ayollarimiz bananni pishib ketganroq variantini iste'mol qilishadi. Va mashqlarni olib boramiz har kuni. E'tibor bersanglar, oldingi videoyimda o'quv bilan mana bunaqa mashq qilishni o'rgatgan edim. Xuddi shuni gantelda ham qilsanglar bo'ladi va orqaga ochamiz. Asosiysi gantel yengil bo'lmasligi kerak va qaddinglarni tik tutib turasizlar. Iloji bo'lsa, ko'krak mashqini bajarayotgan ayollarimiz to'q qoringa bajarasizlar. Ozishga ishlaydigan ayollarimiz och qoringa bajarasizlar. Mana yoniga dakansa qo'limni qo'yib yubormayman-da. Chala ochdim, chala olib keldim. Chala ochib, chala olib keldim va aynan nafasni chuqur olib qo'yib yuborib, tirsaklarni baland ko'taramiz. Mana shunaqa. Tepaga. 20 ta 20 ta bajaringlar. 20 tadan kam. Va qo'lni qo'yib yubordik. To'g'riga ko'taramiz mana shuni. Ozgina tirsakni chuchuk bukamiz. Mana shuni to'g'riga. Reski harakat qilish kerak. Imенно ko'krakga effekt beradi mana shu mashqlar. 20 ta bo'lishi kerak. Keyin nafas olasizlar. Nafas olgandan keyin yonlamachoz ko'taramiz. Yelkagacha. E'tibor beringlar, dixalka tepada bo'lishi kerak. Mana bunaqa turib olmanglar. Dixalkani ko'tarib turamiz. Nafas tortib turamiz va ikkala qo'lni baravar ishlatamiz. Dahaninglarni cho'ztirasizlar. Sizlardagi teri tirsillab turishini ham ta'minlaydi. Mana shunday. Yoniga ochamiz. Bular hammasi ko'krak mashqi. Ayollar ham, erkaklar ham bemalol qilsa bo'ladi. Va pitaniyaga chuqur e'tibor beringlar. Gazli ichimliklar, energetiklar iste'mol qilmay tursanglar, foydaga ishlaydi. Va sizlarga D vitamin, omega D3, qora sidana yog'i обязательно kerak. Hamma yog'imizni qizdirib olganimizdan keyin qo'llarimiz juda ham og'rib ketadi. Iloji boricha yarim soat bajaringlar shu mashqni. Tezroq effekt bo'lishi uchun tepaga ko'taramiz. Oxirigacha. Mana boshimni tepasiga, mana peshonamni to'g'risiga. Ko'targanimda ko'kragimni ko'taraman joyiga, ko'kragimni ko'taram joyiga. Shunaqa. Ko'krak haqidagi temalar hali juda ko'p. Ko'krakga berilgan effektiv mashqlar, foydali maslahatlar juda ko'p. Keyingi videolarimda bularni yana to'laqonli ko'rsatib sizlarga tushuntiraman.